Barcha o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumot. 1-iyuldan o'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? O'zbekistonda 2025-yil 1-iyuldan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. Ushbu o'zgarishlar ro'yxatini ayrimlari bir yerga jamlandi. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar oshiriladi. 2-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni 10% ga, ya'ni inflyatsiyadan past bo'lmagan darajaga oshirishga doir farmonni imzoladi. Yoshga doir eng kam pensiya 918 ming so'm, nogironlik pensiyasi 1 12 ming so'mni tashkil etadi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. Birorta tovar eksportiga cheklov bo'lmaydi. Bolalar uchun kontent yaratadiganlar foyda solig'idan ozod qilinadi. Endilikda pasportning elektron shakli ham rasman tan olinadi. 86 turdagi tovarlar uchun eksport boji joriy qilinadi. Qayd etilishicha, mazkur farmon eksport tartib-tamoyillarini yanada takomillashtirish, mahalliy xomashyo asosida qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirish, qayta ishlash sanoatining investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.